Ayolni agar moddiy tarafdan hamma narsasini ta'minlab qo'ysangiz-u, lekin qo'rs, qo'pol munosabatda bo'lib, unga hadeb ro'zg'oring but bo'lsa senga yana nima kerak degan ta'na toshnomli gaplar so'zlasangiz, ishoning, unga dunyosi tatimaydi. Chunki har bir ayol o'z juftidan go'zal muomala, mehr kutadi. Unga e'tibor kerak. Va bunda ayolning aybi yo'q. Chunki u shunday fitratda yaratilganda. Siz bir chimdib mehr berib ko'ring, zaboningizni shirin qiling. Ana ko'rasiz, sizga qancha bo'lib qaytishini o'sha mehrisi. Baqirib quvvatingizni, vaqtingizni ketkizib, g'azab ustida uni ona avlodi yo ota avlodini eslab haqoratlagan 1 soatli jahlingizdan ko'ra 2 daqiqa qo'lini ushlab, ko'zlariga termulib, seni yaxshi ko'raman, yaxshiyam borsan. Lekin sendan iltimos, oilamiz baxtini saqlash bir meni emas, ikkalamizni zimmamizda desangiz, ishoning, natijasi ham shunga yarasha bo'ladi.